1.200.000 dan yasalgan darvozalarni sizlarga teng yarmiga, ya'ni 600.000 dan taklif etamiz. Qaranglar, men bugun Namangandagi Hoshimjonning ustaxonasiga kelganman. Bu yerdan darvozalarni bombalar yasalgan, narx nerealli bomba. Videoni shoshilmasdan xotirjam ko'rishni tavsiya etaman. Sizlarga yoqadigan video va yoqadigan darvozalar chiqadi. Assalomu alaykum Hoshimjon, qanaqasiz? Sog'liqlar yaxshimi? Bomba yangiliklarni qilib, odamlarni xursand qilib. Assalomu alaykum Mega Dunyo kanali obunachilari, yaxshimisizlar sizlar ham? Endi bu qanaqa bo'ldi Hoshimjon? Endi bu mana bu high-tech fason darvozamizda 2 barobar arzon variant pechatligi. Voy. Shunaqa. O'rtoqlar, videoni shoshilmasdan ko'rishni tavsiya etaman. Video davomida buni ham albatta obzori bo'ladi. Endi hozir mana ularni bitta ko'rsatib olaylik. Keyin sizlar farqlashinglar uchun, tanlashinglar uchun videoni oxirigacha ko'rishinglar kerak. Bu darvozani tanlab olib turib, "Eti unaqa ekan, beti bunaqa ekan" demanglar. No, lekin tufta darvoza emas. O'ziga yarasha. Videoni ko'rsanglar, hamma ishlatilgan materiallarni to'liq aytib o'tib ketiladi. Hoshimjon, endi Samarqand darvozasi nima bo'ldi bu? Qayga bu? Chamanda tog' oshadi bu. Shunaqa, aka, bu Qashqadaryoga. Aytdim-ku, chunki mana chekkasidagi kesaklari yo'q. Tepa qismlari ozgina qismi yo'q, kesak variantlari. Qanotlarni uzun tiklaganmiz. Vibralashlangan. Bu 2 qavatli variantmi, 1 qavatlimi? Bu birinchi qavatda 2 list bo'lgan, ikkinchi qavatiga mana bu riflonka listlarni bosganmiz. Endi aytilishicha, обязательно 2 qavat deyiladi. Orqasi 2 listda, keyin mana yer yong'oq list deydimi, nima deydi? Riflonka list. Riflonka list bosiladi. Shu bilan 2 qavat bo'lib ketadi bu. Hozir kesaki qancha ishlangan kesaki? Kesakisi 12 li rossiyskiy shiveller qo'yganmiz. 12 li krugovor shiveller bo'lgan buniki. Razborni qilib qo'yganmiz. Unda da teramiz, xudo xolasa. O'rtoqlar, endi bu tog' oshadi, pervaldan o'tadi. Shuning uchun razborga qilinadi, borib turib yarim soatda tiklab uylarga o'rnatib berishadi. Bitta narsani ma'lumotni aytib o'tib ketishimiz kerak. Bu darvozalarni butun O'zbekiston bo'ylab dastavkasi, ustanovkasi pullimi, tekinmi, qanaqa endi u? Dastavka ustanovkasi O'zbekiston bo'ylab tekin, obor o'rnatib beramiz. Qoraqalpog'iston bilan Xorazmga dastavka qilib beramiz. Agar u tomonga ham zakasimiz ko'proq bo'lsa, hammasini bitta bo'lib obor o'rnatib kelamiz. Ha, endi gaplashilinadi. Endi tomon bu yerdan 1000 kilometr oshiq, shuning uchun qimmatga tushib ketadi. Darvozani narxiga qo'shsa xafa bo'lasizlar. Shuning uchun hamma darvozani ustanovkasi, dastavkasi ichida qilib berishadi. Shuni ham hisob-kitob qilasizlar. Ekranda nomerlar turibdi. Qo'ng'iroq qilsanglar Hoshimjonga sizlarga batafsil daskanalni tushuntirib berishadi. Qanaqa material ishlaydi, mana bo'lsa nima bo'ladi, mana bo'lsa qancha bo'ladi degan savollarga to'liq javob beradilar. Endi mana Samarqand fasonga o'zingiz bitta ma'lumot bering. Bo'ldi, buniki yana bitta narsa aytmaydi. O'zbekiston bo'ylab obor o'rnatib bersak, qo'shni davlatlarga ham tamojnigacha oborni yetkazib beramiz. Tamojna u yoqqa olib o'tib ketib olishadi. Ha. Nafaqat O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikistonga aktiv olib chiqib o'rnatib berishyapti. Qanday kelishilinadi? Bular olib borib, chegaraga olib borib berishadi. Egalari o'tib, darvozani kargoga yuklab olib ketishadi. Ertasi kunimi yo o'sha kunimi yetib borgandan keyin bular o'tib, ustanovka qilib berishadi. Albatta, hammasini kelishib olasizlar. Kelishilgan holatda. Endi bu darvozamiz razmeridan boshlaymiz. Balandligi 2.90 bo'lgan, eniga 4.24 bo'lgan. Addenli kalitkadan kiradi. O'rtada ustun bor, mana bu kesaklarni yig'maganmiz. O'rtada ustun bor, ko'chadan kelganda o'ng tomonda bo'ladi. Addenli avtomobil uchun ikkita qanot ochiladi. Darvozamizga keladigan bo'lsa, kesaklari ponna rossiyskiy 12 li shiveller bo'lgan. Profillari 6x4 profil, listlari 2 li o'sha qalin listda bo'lgan. Mana bunaqa shirshaviy list qo'yganmiz, orasini shumilizatsiya qilganmiz mana. Ha, shumkalari bo'lgan. Shumkalari bo'lgan. Tangillamaydi, dub-dub qiladi. Kovunli gullardan foydalanganmiz. Vibralarni qo'yganmiz, profillari qalin, xudo xolasa. Ko'ryapsizlar? Endi Hoshimjon, bu iminni shuni narxi qanchadan chiqdi? Bunikini narxi Samarqand fason iminni buni narxi 1.400.000 so'm chiqqan. Bu Samarqand fasonning narxi 1.250.000 so'mdan boshlanadi, 1.400.000. Orqasiga ham obshika qilib yo'l beradigan bo'lsa, 1.600.000 so'mgacha chiqadi 1 kvadrat metri. 1.600.000 gacha chiqishi mumkin. Shunaqa.
ishlatilgan metalga va qavatiga qarab. Ketgan materialga qarab chiqadi. Endi bu darvozamizniki 290 ga 424 bo'lgan 17 million 200 ming so'mga kelishganmiz. Xudo xolasa, obara bu sinovga qilib beramiz Qashqadaryoga. O'rtoqlar, uzoqdan bitta skrinshot qilib tashlab berasizlar, mana shu darvozani deb kelishib olaverasizlar o'rtoqlar. Navbatdagi darvozamiz o'sha sizlarga hozir boshida ko'rsatgan darvozamiz o'sha. Endi bu originali, mana yangi chiqibdi, yangi fason, yangilik bo'lgan. Buni bitta ma'lumotlarini eshitamiz. Buniki balandligiga 4 metr, uzunligiga 4 metr bo'lgan, eniga 395 bo'lgan darvoza. Bir qavat variantda chiqqan. Narxi ham arzonroq 2 qavatga qaraganda. Kesaksa ikkita yon taglari shivellar, o'rta ustunlari 3 qalin brusda bo'lgan. Brus bo'lgan, buni turboga o'xshab, mana yumaloq, qirrasi yo'q. Qalinligini hisobiga bu. Buni qirra qilib chiqarib bo'lmaydi, o'ta muammoli ish. Qimmat tushib ketadi bunaqa qiladigan bo'lsa, shivellarlar ishga bitta e'tibor berasizlar, mana ko'ryapsizlar. Yaltirab turibdi. Listlari o'sha ikkili qalin listda bo'lgan, kraskalari devu kraska originali, banishni'da bo'lgan. Gruntovkalar sepilgan tagidan, mana qora joylariga o'sha Gentraning qora kraskasidan sepilgan. O'rtoqlar, katta bo'llarni darvozasidan. Katta bo'llar. Bu bir qavat bo'lgan, bir qavatli varianti ham 2 qavat bilan xizmati bir xil. Mana bu joylarni ponna zavodskiy qilib egib chiqarilgan buni. Taglarda cho'k yo'q, cho'k tepada bo'ladi. Cho'k tepada bo'ladi. Suv oqib tushsa ham mana bu joylarda zavodskiy joyga tushadi. Ziyon zahmat yetmaydi-da. Tepasida cho'k bo'ladi, bu yerda suv o'rnamaydi, pastga tushib ketadi. Pastga tushib ketadi. Zavodskiy qilib egib chiqarilgan. Gap yo'q. Buniki ham ko'chadan kelganda kalitkasi o'ng tomonda bo'lgan. Mashina qatnovi uchun mana bu отдельный katta kalitkasi ochiladi. Tepada 60-70 sm tahiyasi bor, undan pastda ochiladi. Tepa qismi ochilmaydi. Zamonlari o'sha high-tech original zamonlardan bo'lgan. Hoshimjon, hozir bir qavatligi ham 2 qavatlikni ishini bajaraveradi. Bajaradi, xizmati bir xil bo'ladi. 2 qavatli nima ish bersa, bu ham o'sha ishni beradi. Prosta ikkinchi qavatiga orqa tomoniga list yopmaganmiz. 1 kvadrat metrda 200 ming so'mdan raznica qilgan. 2 qavatligi 1 million 400 ming so'mdan chiqadi. Bir qavatligi bu 1 million 200 ming so'mlik varianti. O'rtoqlar, bir qavati ham yaraveradi, prosta orqasida ozgina chuqurlari bo'lishi mumkin. Orqasida ham mana bu joylar qovurg'ali bo'lib turadi, lekin xizmati 2 qavatli bilan bir xil. O'ylashlari mumkin, arzon qilib chiqarib qo'yibdi, materialni tortib qo'ygan debdi. Tortilmagan bir xil. Materialdan tortilmaydi, xudo xolasa aytilgan materialni ishlatiladi. Shunaqa. Bu darvozamizniki 1 million 200 ming so'mdan bo'lganda, obshish ko'rinishda 18 million 900 mingga to'xtaydi. Oborib, o'rnatish, dastavkalari, hamma uстановkalari ichida. Eshitdinglarmi o'rtoqlar? Marhamat, ekrandagi nomerlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar, xotirjam xizmatinglarda bo'lishadi. Mana shu darvoza ham rosa trendga chiqyapti. Bilasizmi, o'tgan safar ham bor edi. Mana bugun уже 2 ta bo'libdi. Qaranglar. 2025-yil yangi fasollardan bittasida bu. Yangilik darvozamizda razmerlari eniga 3,5 metr, balandligi ham 3,5 metr bo'lgan, 3 qanotli darvoza bo'lgan. Eshigi buniki ham ko'chadan kelganda o'ng qo'lda, katta kalitkalar chap tomonga joylashgan. Ikkita yon taglari shivellar bo'lgan, o'rta qismi o'sha 3.2 qalin stenkada brus bo'lgan. Listlari ikkili o'sha qalin rossiyskiy list, buni ham zavodskiy qilib egdirib chiqarilgan. Nerjevekalardan foydalanganmiz, kraskalari banishni o'sha toza original kraskadan sepilgan. Kraskadan ishlatiladi o'rtoqlar. Sezib turgan bo'lsanglar, darvozalarda hozirgi kunda mana gibkada egib, mana bu yer ham egilgan, bu yer ham egilgan. Shunaqa bo'lyaptiki, cho'k kamroq ishlatilsa, darvoza baquvvat bo'lib, ko'proqqa yetsin degan maqsad bo'lyapti. O'rtadagi brusni ham qalinligini ko'ringlar, e'tibor beringlar. Metal tushunadigan akalarimiz o'zi bilib olishyapti, nimalar bo'lyapti. Zamoglari ko'ryapsizlar, original zamok. High-tech, ha? Shunaqa. Bu darvozamizdan bir qavatdan iborat, 2 qavatligini ham yasda bo'ladi. 2 qavatligi o'z tomondan ham turib ko'rsatamiz. Bir qavat mana. Shumuz zo'r, o'sha 2 qavatda ishini beraveradi. Talang tuling emas. Sababi material qalinligi uchun. Shunaqa, ikkili lista qilingan 2 qavat ishini beradi, xizmati ham bir xil bo'ladi. Kraskasidan tortib temirlargacha original narsa ishlatilgan. Gap yo'q. Bu darvozamizniki ham 1 kvadrat metr 1 million 200 ming so'mdan chiqadi. Obshish ko'rinishda 14 million 700 ming so'mga to'xtagan. Qaranglar, 3,5 bo'lyaptimi shunda bu? 3,5 darvozani turishi, tashqi ko'rinishi va narxi.
1 million 14 million 700 ga tayyor bo'lyapti. 3,5 Shu narx ichida O'zbekiston bo'ylab olib borib o'rnatib beramiz. eshitdinglarmi o'rtoqlar? Xo'p, navbatdagi men doim aytaman va bu darvoza har doimgi videolarda uchraydi, chiqadi. Chunki bu darvozada chok maksimalli kam ishlaydi va eng baquvvat darvozalardan bittasi turetskiy high-tech fason. Shunaqa. Bu darvozani bir 70% joyi zavodskoy bo'lib bitadi-da. Nimaga desangiz, bu joyi ham egdiriladi, mana bu katta dila qismini ham egdirilgan, fonni tepa joylarigacha. И razmiriga keladigan bo'lsak, razmiri balandligiga 3,5 metr, eniga 380 bo'lgan darvoza. Buniki ham kalitkasi ko'chadan kelganda o'ng tomonda bo'lgan. Moshina qatnovchi отдельный bu qanotlar ochiladi. Buni materialga keladigan bo'lsak, materiali ikkita yon taglari shivellar, o'rta ustuni o'sha qalin 3 qalin stenkadagi brusda bo'lgan, lislari ikkili qalin lis. Mana bunaqa ruchkalarni qo'yganmiz, o'ziga yarashadigan qilib. Bu fasonni yana bitta boshqacha varianti bor. Mana bu stanno joyini Nerjivekadan chiqarsa ham bo'ladi. Ha, Nerjivekadan chiqarsa ham bo'ladi. O'g'lovchilarga Nerjivekadan ham qilib beramiz. Hoshimjon, bitta savolda endi esimdan chiqib qolmasin, gapingiz bo'lib qo'ydim, ming bor uzr. Shuni, mana kalitkasi o'ng tomonda. O'ng tomonda. Shuni ichiga qilib yuborsa nima bo'ladi? Ichida o'xshatib yuborsa bo'ladimi? Ichidan qiladigan varianti ham bor. Ozgina posani o'zgarib qoladi. Mana bu joydan eshik qilinsa, ikkita yonida cho'k paydo bo'ladi. Ichidan ham qilsa bo'ladi. Demak, uni ham rasmi bor, katalogda tashlab berasiz, so'raysiz, ha? Gap yo'q. Tashlab beramiz. Shu darvozamiz o'sha kalitkasi o'ng tomonda bo'lgan, tepa qismida tahiyasi bor. 60 sm joy ochilmaydi, undan pastda ochiladi. Ha. Narxi 1 million 200 ming so'mdan chiqadi, 1 kvadrat metri 15 million 900 ming so'mga to'g'ri keladi. Ha. Buni 2 qavatligi ham bor, uni ham ko'rsataman. 2 qavatligi 1 million 400 ming so'mdan to'g'ri keladi. Ha, 2 qavatligi 1 million 400 ming. Shunaqa. 200 ming qo'shib yuborsangiz metr kvadratiga 2 qavat bo'ladi. Yana ham qalinroq bo'lib ketadi. Navbatdagi darvozamiz bu darvozamiz ham sekin trendga chiqyapti, bilyapsizmi? Shunaqa high-tech ko'rinishdagi fasondagi darvoza. Ko'pchilikda darvozaxonasida, anaqasida sexida уже paydo bo'lishni boshladi. Shunaqa. Shu chiqarganimizdan beri yana ikkita darvoza anaqada sexda ko'rishni boshladim. Yangi fason. Bu darvozamizning ham razmiridan keladigan bo'lsak, eniga ham 3,5 metr, balandligi ham 3,5 metr bo'lgan. Nergilarda отдельный kalitka bo'lgan bo'lsa, bunda splashni ikkita qanot tahiyasigacha ochiladi. Tahiyasi ochilmaydi, tepada qoladi, ikkita qanot ochiladi. Ko'chadan kelganda o'ng tomonda kalitkasi bo'lgan eshigi. Kalitkani o'sha qanot ichiga tiqib yuboriladi. Xohlasa o'ng tomonda, xohlasa mana bu joyda qilib beramiz. Qaysi tomon klientga o'ng bo'lsa, shu tomondan ochib beramiz. Buni hozir materiali ikkili lis ishlangan bunga? Materiali o'sha ikkili lis bo'lgan. Kesakisi ikkita yon taglari, shivellar, shu zamonlar high-tech zamok. Buni ham zavodskiy qilib egdirilgan, Nerjivekalarni qo'yganmiz. Dastasi bo'ladi, ruchkasini endi qo'yamiz buni, xudo xolasa. Pulini qancha qilib berdik endi buni? Buni narxi 1 million 200 ming so'mdan chiqadi, 1 kvadrat metri. Общий ko'rinishda 14 million 700 ming so'mga to'g'ri keladi. 14 million 700 mana shu ko'rinishda o'rtoqlar. Marhamat, xohlasangiz bundan, xohlasangiz bundan, xohlasangiz bundan har xildan ko'rsatyapmiz. Hali 2 qavat deganingiz mana bu bo'lsa kerak-a? 2 qavatligi shu. Ana bu ko'rganingizda 2 qavatli variant. Buni razmiri eniga 2,95, balandligiga 3,16 bo'lgan. Ikkita qanot splashni ochiladi. Kesaklari o'sha rossiyskiy shivellar bo'lgan. Profillar 6x4 profilli qalini, ikkili lista bo'lgan. 2 qavat qilib, orasini shumilizatsiya qilingan. Mana. Bemalol shumka dahshat bo'lgan ekan, mana. Ishga ham bitta baho berib qo'yasizlar, mana yaqindan yaxshilab bitta ko'rsataman o'rtoqlar. Nerjivekalar juda ham chiroyli chiqqan darvoza. 2 qavatli varianti o'qotsa teshib o'tolmaydi bundan. Bunikini 2,95 ga 3,16 bo'lgan, o'sha materiallar qalin. Narxi 1 million 400 ming so'mdan to'g'ri keladi, 1 kvadrat metri 13 million so'mga to'xtagan shu narx. Mana shu turishi 13 million. Oborib, o'rnatish, borib o'lchash, hammasi ichida. Hozirgi kunda $1000 o'rtoqlar, $1000 ga darvoza. Shunaqa, bu darvozamiz egalariga ham xohlasangiz kelib ko'rib keting dedim. Suvarkadan chiqqan variantini ko'rmayman dedilar. Men video qilib suvarka jarayonini, kraska jarayonini tashlab berdim.
ma'qul keldi, xudo xohlasa bitta obara uстановka qilamiz. Andijonga o'rnaldi bu yoq. Andijon o'zimizga vodiyga ekan o'rtoqlar. Shunaqa. Endi Endi bu sekin anaqaga o'tdi shekilli pechatlilarga. shunaqa. Hamyonbop, sal qulayroq. Endi bunikini mana ikkitasi bir joyga o'rnaldi. Ha, bir joyga mana ikkalasi. Fasoni bir xil, ikkitasi bir Mana joyga kichkinaligiga hayron bo'ldim. Bu kichinani Shunaqa. qayerdan qilishyapti Bu- ekan deb hayron bo'lyapti. Buni bo'lachasi o'rtada ustun bor ekan, devor. Ha. Ikkitasi ikki yoqqa o'rnaldi. Eniga 2 metr, balandligiga 3 metr buniki. Buniki eniga 280, balandligi 3 metr bo'lgan. Listlari o'sha 1.3 qalin listda bo'lgan mana. 1.3 qalin listda, kesakisi ikkita yoni 8 volt profilli qalinida bo'lgan. Tagi shivellar. Tagi albatta shveler bo'ladi. Mana bu zamonlari ham o'sha Milano zamon profillari 10 profil. Buni narxi 1 kvadrat metri 550 ming so'mdan to'g'ri kelgan. Ikkitasining narxi 7 million 900 ming so'mga obara o'rnatib beramiz shu narx ichida. Hoshimjon, endi mana shu pechat darvozaga kelganda rosa tortishuvlar ko'pda. 350 mingdan ham bor, 300 mingdan ham bor, 400 ming ham, 600 mingligi, 700 mingligi bor. Eng arzon variantida siz qanchaga qilib bera olasiz va u siz qilib bergan darvozalar ichida eng yomoni bo'lmasligi kerak, xizmat ko'rsatish kerak. Bularnikini narxi eng arzoni 450 ming so'mdan boshlanadi. Biz klientga parash materialdan qalingacha tushuntirib boramiz. Ko'proq qalinlar zakaz qilib turishibdi. 550 ming so'mdan boshlanadi o'zi bizda. Bir qavatligi 650 ming so'mgacha, ikki qavatli bo'ladigan bo'lsa 900 ming 1 milliongacha bo'ladi. Endi eng yaxshi varianti o'sha 550 mingligi. 550 ming so'mlik o'zi hadovoy bo'lib turgan. Juda yomon emas. Shunaqa. Bu darvozamiz ham o'sha materiali bu bilan bir xil. Kesaklar o'sha 8 volt profili qalini, 1.3 list, 6 profil, taglari shiveller qo'yganmiz. 550 ming so'mdan 1 kvadrat metri chiqadi. Eniga 280, bo'yiga 3 metr bo'lgan. 4 million 600 ming so'mga to'g'ri keladi narx. Ha, 4 million 300 ming mana shu darvozani 4 million 600 ming so'm ustanovkalari bilan. Ha. Qarang, Hoshimjon, hozir material bir xil, Bir xil. gulida boshqa farq bor. Fason boshqa xolos. Xohlashsa bu, xohlashsa bu, xohlashsa bu. O'rtoqlar, list darvozadan ko'ra mana shtampovka darvozani turi o'ta ko'p, to'g'rimi? Shunaqa. Mana listli mana darvozalardan ko'ra buni o'ta turi ko'p. Anaqani katalogda so'rasanglar, katalog tashlab berishadi. Sizlar tanlagan taqa gulda va sizlar xohlagan rangda yasab berishaveradi. Endi Dubayda analigiga keldik. Dubay fasonni ikki xil varianti. 50 ming so'mdan kvadratda raznica qiladi. O'zi uni ham tushuntirib o'taman. Bu darvozalarimizda kesak shiveller bo'lgan. Bularning 8 volt profil bo'lganda, buniki ikkita yon taglari o'sha shiveller bo'lgan. Listlari 1.3 list, profillari 6 profil. Nerjivekalardan foydalanganmiz. Zamonlar high-tech zamon. Mana bu yerda shu nerjivekalar aksimiz ko'rinyapti, ko'ryapsizlarmi? Akslarimiz ko'rinib, nerjivekalar ishlangan. Zamovlar. Bu darvozamizni eniga 3.40, balandligi 3.5 metr bo'lgan. 7 million 700 ming so'mga to'g'ri keladi. Oborib o'rnatib berish ustanovkalari hammasi ichida. Farqini aytaman. 650 ming so'm 1 kvadrat metri. Aha. Buniki. Mana buniki 600 ming so'm. 600 ming so'm. Farqi 50 ming so'mdan farqi nerjiveka yopishtirdik. Metaldagi farqi yo'q. Metal bir xil, farqi nerjiveka yopishgan, yopishmagan. Nerjiveka yopishmagan bu yopishgan. Shuning uchun 50 ming razisa qiladi. 50 ming razisa qiladi. Bular 600 ming so'mdan to'g'ri keladi. Kesak shiveller bo'lgan hisobga. Agar kesak shiveller bo'lmay, mana shu qanotni o'zi bo'lsa, kesak 8 volt profildan qilib beramiz, qalinidan 550 ming so'mga aylanadi. Yana arzonlar. Eshitdinglarmi? Eski gap. Mana ular 550 dan, bularniki kesak profil bo'lgan, buniki shiveller bo'lgani uchun 50 mingdan qo'shilyapti. Bunga shiveller ham nerjiveka qo'shilganligi uchun 100 ming qo'shilyapti. Shunaqa. Agar mana shu ko'rinish yo'qdi, qimmatli qiladigan bo'lsa, kesaksi shiveller qilmasa 550 ming so'mdan profil qilib beramiz, garantiya beramiz xizmatiga unga. Aslini olganda, Hoshimjon, endi bilmayman, men hali videoga olaman, gaplarni eshitaman xolos. Sizlarga o'sha darvoza yasamaganman. Meni fikrimcha, shiveller bo'lishi shart emas. Profilda ham yaraveradi, chunki buni vesi mana ularnikiga o'xshagan og'ir bo'lmaydi, to'g'rimi? Shuni hisobiga profil qilsa ham bo'ladi. Men o'zimni uchastkamga kesaksini profil qilib o'rnatganman. Ana. Darvozachini o'zini darvozasi kesaksi shiveller emas.
chunki yaraveradi. Shunaqa 650 ming so'm, 600 ming so'm. Buni narxini aytmadik. 3,5 ga 3,5 darvoza bo'lgan. Buniki 7 million 300 ming so'mga olib borib uстановka qilib beramiz buni. 3,5 ga 3,5, mana ko'ryapsizlar. Chekkalari shivellerli pechat darvozani o'rtacha narxda ishlayapsizlar. 7 million 300 bo'lyapti. 3,5 darvoza o'rtoqlar. Shunaqa. Ana endi o'sha boshida karillagan maqtagan darvozamiz o'rtoqlar. Mana uni, mana darvozani kopiyasi, lekin narxi 2 barobar arzon bo'lgan. Shunaqa. Lekin chiroyli chiqibdi. Bunisiga ham xizmatiga garantiya xizmat qiladi, xudo xolasa. Razmirdan boshlaylik. Eni 357, balandligi 326 bo'lgan. Darvozaning o'zini hajmi nalichkadan nalichkagacha 4 metrdan o'tgan 4,15 ga, eniga 4,15, balandligiga 3,5 metr bo'lgan, 30 santimetr yonda devorga minadigan nalichkasi bor. Apshika hisobida 30-35 santimetr devorga minib ketadi bu. Tepasi ham shunaqa. Darvozaning ko'chada ko'rinishi ob'yom kattalashadi. To'g'risi, bunaqa pechat darvozaga nalichka kamdan kam bo'ladi-da. Nalichka ham chiroyli qilibdi. Keyin ana originalini fasonida qilib turib, originalidan ko'ra bu yana ham chiroyliroq chiqqanga o'xshab ko'rinyapti. Meni ko'zimga ko'rinyaptimi yo sizlarga ham shunaqa tuyulyaptimi? Nima deysiz Hoshimjon? Sizni ham O'zi fikringiz? original varianti chiqqan. Uzoqroqdan ko'rsangiz lisli darvoza deb o'ylashingiz mumkin-da. Uzoqdan o'sha originalni o'ziga o'xshab ko'rinadi. Nihoyat chiroyli chiqibdi. Nima deydi? Qimmatga darvoza sotmasdan ham chiroyli darvoza o'rnatish mumkin. 10 millionga yetmagan 8 million 700 ming so'mga qaranglar, shunaqa katta bahaybat darvoza uylarga o'rnatish mumkin. Bu Hoshimjonni qo'lidan keladi mana. Bu darvozamiz materiali keladigan bo'lsak, materiali kesaklari 8/6 profil, shiveller emas. Tagi shiveller bo'lgan. Mana bu profillari 6/4 profil bo'lgan. Listlari 1/3 mana. Buni ham bemalol urib ko'rsataveramiz. Mana. Har bitta ko'zi o'sha qalin bo'ladi. Tang qilgani yo'q. Qalinligini hisobiga. Bu darvozamiznikini 1 kvadrat metri 600 ming so'mdan to'g'ri keladi. 8 million 700 ming so'mga to'xtagan. O'zimizga Toshbuloqqa o'rnatamiz, xudo xolasa. Toshbuloqqa o'zimizni o'sha vodiyda qoladi, yaqin joyda. Shuning uchun mana bu yerlari ham kesilmagan, tayyor qilingan. Bo'linmaydi, shunday mashinaga ortib, olib borib o'rnatib kelinadi. Vodiyga bo'lganligi uchun o'rtoqlar. Marhamat o'rtoqlar, shunga o'xshagan yangiliklar kerak bo'lsa, Hoshimjonni nomerlarini saqlab qo'yasizlar. Ekranda nomer turibdi, bemalol murojaat qilsanglar. Dadalari ham shu ishda, ukalari ham shu ishda, anchadan beri shu ishning ichida yurishadi. Oddiy, nima deydi, o'rtakash emas, boshqa emas. O'zlarini sexi, mana bu sex. Ichkarida ish jarayoni ham ketyapti. Shuncha darvozalarni yig'ibdilar. Qo'llaring dard ko'rmasin. Yangilikni bombasi bo'libdi. Ammo nerealni narx teng yarmiga tushgani ajoyib, menga yoqdi. Darvozani turishiga qaraganda narxi zo'r, xudo xolasa. O'lib o'rnatsa arziydi. Buni shunday ko'rib turib hech kim pechat darvoza demaydi-da, chunki mana qaranglar, mana tepalariga ham shu listdan ko'ryapsizlarmi? Lazerda gul qilib chiqarilgan. 1.8 da list ishlagan. Mana bu nalichkalari ham xonna o'sha 1.8 listda, qalin listda bo'lgan, parash emas. Mezbekalar. List bu joyini o'zi 1.3 list bo'lgan, qolgan joy mana nalichkalari ham 1.8 ishlatganmiz, lekin buni razitsasini olmaganmiz. Mana bu list chekkasidagi qimmat bo'ladi o'zi bundan. Razitsasini olmaganmiz, ichida qilib berganmiz hammasini. O'zi asli haqiqatan ham mana uni kvadrati qimmat bo'ladi. Mana list hisobida hisoblab olishyapti. Bitta ob'yomda ketavergan. Bo'lsa xalqimizga bo'lsin, maza qilishsin. Hozir bir uch list ishlagan joy mana bu ash to'rtta detalda bir uch ishlagan bo'lish kerak. Meni bilishim bo'yicha. Qolgan joylar 1.8. Qolganlar 1.8. Yarmi 1.8, yarmi 1.3 bo'lgan. Mana gibrid darvoza. Buni 800 desa ham ko'taraveradigan narxda 600 qo'yishdi, gap bo'lishi mumkin emas. Omadinglarni bersin, barakasini bersin Hoshimjon. Bu yoqda tayyorlanib turgan jarayon bor. Shuni bitta sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Ish jarayonidan ozgina lavha ko'rsatmasak bo'lmaydi. Sex ko'ryapsizlar, katta materiallar, sirop. Mana. Oho, darvozani Dodalari bo'lyapti ekan. Samarqand darvozani ideali bo'lyapti ekan. Beskrasli holati bu. Jilvirlar. Ya'ni kraskaga tayyorlanib turgan jarayon. Ish jarayonlari mana bu metalni.
ko'ryapsizlarmi qoraligini? Mana joylarni ham nolga o'ldirib, o'sha Mana tekis bo'ladi. metr berib ishlanadi, xudo xohlasa. Bo'lishi mumkin. Mana gulonniydi. Gul o'rnaydi. Mana bu joylarni lazerni qo'ygan. Mana bu ikkita joyga gul o'rnaydi, o'rtalariga. Bu beskraska holatda, mana profillari ham o'sha qoraligidan bilib olsa bo'ladi, qalinligini. Ko'ryapsizlarmi? Shumilizatsiyalar bo'lgan. Ana. Kraska sepilsa bu yana ham duppillaydi. Shunaqa, bu qanotlarniki eshigi o'rtada mana o'ngdan kirib chiqiladi. Kalitkasi bu. Kesakisi mana. Kesakisini ko'ringlar, uni vahaybatligini, yomon vahim bo'lib ketar ekan bor-ku. Qaranglar. Buniki ham nalichka bo'lib, devorga apshipka bo'lib minadi. Darvozamiz 3,5 ga 3,5 bo'ladigan bo'lsa, mana 35-40 sm nalichkalari bilan o'zi 4 metrga 4 metrdan o'tib ketadi. Ob'yom kattalashadi. Bilmayapman, qaranglar mana. Yotgan holatda o'ta kattadan mana. Bu peshonalarini qaranglar mana. Shunaqa, buni hali qiladigan ishlari bor buni. Ish jarayonda sizlarga ko'rsatib o'tib ketaylik ish bo'lib turgan joyini. Trubalar bo'ladi bu joyda, tepasiga gullar keramiz. Truba bo'ladi, bu yoqda. Truba bo'ladi, ustida gullar bo'ladi. Wow. Etap bitkazamiz, xudo xohlasa. Ko'ryapsizlar, mana bu shpakilovkada buni gullarni ishlab chiqarishyapti. Qo'linglar dard ko'rmasin, zo'r. Lisli darvozalarimiz tayyor bor bu joyda ham. Tayyorlari bor, xohlovchilar uchun. High-tech fason, bu ham yangilik fasonlardan bittasi, 2 qavat varianti ishlab chiqarilgan. Eniga 3,5 metr, balandligi 4 metr bo'lgan darvoza, listlari 2 qavat, 2 listda bo'lgan. Bularni ham zavodskiy orqali hammasini egilib chiqib, terilgan o'rniga, bolgarkada kesib boshqa narsa bo'lmagan, ustuni egilgan. Mana bular ham list profil emas. O'rtoqlar, skromnilikni cho'qqisidagi akalarimiz uchun marhamat. Jiddiyni ham jiddiy, hech qanaqa guli yo'q, rangi aralashmagan, tom. Shumkalarni qarang mana. Shumkalargacha qilib qo'yilgan. Kesaklari, ikkita yon taglari 12 li rossiyskiy shvellar. Xudo xolasa shu ko'rinishda chiqqan, taxiyasi bor. Bunikini narxi 1,400,000 so'mdan 1 kvadrat metr chiqadi. O'rtoqlar, haqiqatan ham skromnilikni yaxshi ko'radigan akalarimiz qo'ng'iroq qilinglar, mana shu darvozadan bitta qo'yib olsanglar, maza qilasizlar, o'zingizlarga ham yoqadi. Undan keyin mana taroq fasonimiz, bir qavatli varianti bu. Eniga 3 metr, balandligi 3,5 metr bo'lgan darvoza, eshigi ko'chadan kelganda o'ng tomonda bo'lgan, listi 1,8 qalin listda bo'lgan. Ikkita qanot tahiyagacha ochiladi. Bularni 1 kvadrat metri 1,100,000 so'mdan chiqadi. Ha. O'rtoqlar, bu eng arzon variantda, to'g'rimi? Shunaqa. 12 million atrofiga boradi shu ko'rinishda, olib borib ustonovka qilishlarimiz bilan. Keyin mana bu joyda pechatli darvozalarimiz bor. Bir fasonini ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi. 1 kvadrat metri 550,000 so'mdan chiqadi bularniki ham. Qaysi fason ma'qul keladigan bo'lsa, tanlasi yo'qsa olib borib o'rnatib beraveramiz, yasab. Ko'ryapsizlarmi? Fasoni serob, gullar serob. Yana katalog so'rasanglar, katalogda ham tashlab berishadi. Sizlar xohlagan guldagi darvozalarni yasab berishaveradi. Ana bu turetskiy fasondagi darvozamizni 2 qavatli variant, o'zi 1 qavatligini ko'rsatibdi. 2 qavatligi. Mana. Buni vaqtim shumi yo'q. Mana orqasini bitta ko'rsatsanglarga, tekis. 2 qavat 2 listda bo'lgan, shumilizatsiyalarda ham 2 qavat shumka bo'lgan, 1 qavat penoplas bo'ladi, 1 qavat stiglavata bo'ladi. Shum yo'q, mana shu holatda chiqadi. Buni o'zi yuklashga tayyor bo'lgan, yuklab ustanovkaga. Egasiga ketyapti, va? Shunaqa, ustanovka qilamiz. Bo'ldi, tushunarli. O'rtoqlar, mana imkon darajasi sizlarga yangiliklarni ko'rsatishga harakat qildik. Marhamat, ekrandagi nomerlarga qo'ng'iroq qilasizlar yoki Telegram, WhatsApp, Imo'dan murojaat qilishinglar mumkin. Sizlar xohlagan darvozani, xudo xolasa, sizlar xohlagandek sifatli, chiroyli qilib, kafolatlangan holatda yasab olib borib o'rnatib berishadi. O'rtoqlar, mana shu yerda videoligimizni yakunlaymiz. Videomiz oxirida bitta narsani so'rab qolaman. Sizlarga darvozalarni qaysi biri yoqdi? Va yangiligimiz, ya'ni teng yarmiga narxini chopgan darvozamizni ma'qul bo'ldimi? Nima deysizlar? 1,2 million emas, 600,000 dan metr kvadratini o'rnatishinglar mumkin. Ham chiroyli, ham sifati ham yaxshi. O'rtoqlar, videoni shu yerda yakunlaymiz. Izohda qoldiringlar, qaysi darvoza yoqdi va
siz qayerdan ko'ryapsiz, qayerga olib borib o'rnatgan odamlar bo'lsa, bitta izoh qoldirsanglar, sizlarga o'xshab darvoza o'rnatmoqchi bo'lgan akalar ukalarimiz uchun tanlashiga bir turtki yordam bo'ladi. Like bosishni unutmanglar, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni esdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Hoshimjonga kattakon rahmat, qo'lingiz dard ko'rmasin, charchamang.